Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Kimda kim o'z biznesini boshlamoqchi bo'layotgan bo'lsa, do'kon xarid qilishga ikkilanib turgan bo'lsa, Shuhrat uylaridan yangiliklarimiz mana hozir bitgan 6 razmerdagi Jizzaxda Paxtakor tumaniga hozir qurib beryapmiz. Do'konimizda obzor qilib o'tib ketamiz. Ramasidan boshlaydigan bo'lsak, 8 ga 8 lik 1.8 qalin profildan bo'lyapti. Bu yon qismi tunukafonda ham xapyorligidan mokri rangda bo'lyapti. Akfalarimiz antirazit, shishalarimiz ham qalindan bo'lyapti. Egani xohishiga qarab mana bularning ranglarini o'zi tanlaydi. Bizda ranglarimiz xilma-xil, kamalaydi, hamma rangi bor. Oynalarimiz ham xuddi shunday. Buni pepelni qarosidan, yodivi yoki mana bunaqa oqidan, kalyonnisidan ham qo'yib beraveramiz. Mana oldi fasonni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu aytganimdek Paxtakor, Jizzax viloyatining Paxtakor tumaniga qurib beryapmiz. Hozir bu 4-do'konimiz. Mana bu qatorda juda ham ko'p yasalyapti. Obshi hisobda 6 dona zakaz olganmiz. Xudo xohlasa har kuni bittadan obzor qilib chiqarib beramiz. Do'konlarimizda hammasi bir xil bo'lyapti. Bu do'konimiz eng sifatli kачествоda deyiladi. Narxiga keladigan bo'lsa ham, narxi 36 million so'mga naqd pulga bityapti. Xo'p, polimizga keladigan bo'lsak, polimiz rossiyskiy shpuntovoy taxtadan bo'lyapti. 13 ga 2,5 lik bo'lyapti. Juda ham baquvvat, mustahkam rossiyskiy taxta polni hamma yaxshi bilsa kerak. Polda lagasi, ramasiga keladigan bo'lsa, hozir tagida hech qanaqa tirgagichi yo'q. Bu 8 ga 4 profilda 1.8 tenkaligidan bo'lyapti. Devorimiz MDF laminat bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham baquvvat. Mana 2 santimetrlik 1.8 deyiladi, почти 2 santimetrlik mana shunaqa mebel yasaladigan narsani biz devorga отделка qilib beryapmiz. Xo'p, buni ham xilma-xili bor, bir 50 ga yaqin. Buni ham egani xaridorni o'zi tanlaydi. Patolog rangini ham, devor отделкасini ham. Patologimiz mana dekor plastikdan bo'lyapti. Buni ham 5 ligi deyiladi, juda ham qalin baquvvatidan. Patolog tipasida esa firma to'qiladi. Har 70 santimetrdan firma bo'ladi. Shu uchun ham oldi ham, orqasi ham bizda bir xil bo'ladi. Ichki balandligini egasini o'zi tanlaydi. Agar standartimiz mana shuniki hozir 2.30 bo'lyapti. 2.30, orqasi ham, oldi ham. Xo'p, utepleniyasiga keladigan bo'lsa, utepleniyasi stiklovata и falga tushyapti. 2 qavat deyiladi. Juda ham issiq qishga bo'ladi, yozga esa salqin bo'ladi. Xudo xohlasa uzoq yilga xizmat qilib beradi. Xo'p, mana yon qismini ikkinchi do'konimizda ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham xuddi dizayni bir xil bo'lyapti. Hamma do'konimiz bir xil dizaynda bo'ladi. Mokri oq aralash bo'lyapti. Mana bu tomonda rama qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana kimda kim olmoqchi bo'lsa, menimcha qiziq bo'lsa kerak, chunki ko'p joylarda tayyor do'konni olib borgandan keyinsiga olgan odam ikkilanadi. Bu 100%, chunki nimadan qildi ekan, allamadimi bizni yoki patologda utepleniyasi hamma joyga urilganmi degan savol menimcha hammada bo'lsa kerak. Mana ko'rishlaringiz mumkin, aytganimizdek o'sha 8 ga 8 ramadan bo'lyapti. Juda ham baquvvat, mustahkam. Mana polimizda ko'rishlaringiz mumkin. Mana pol lagamiz 8 ga 4 lik, har 60 santimetrdan berilyapti. Mana shu uchun ham polni tagiga hech qanaqa tirgagich qo'yilmaydi. Atigi 4 ta blokmi yoki g'ishtimi ustiga shunday o'rnatib bersa bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xarajat qilib tagiga tirgagich tiqish shart emas. Chunki o'zi juda ham baquvvat bo'ladi. Mana orqa tomoniga mana shunaqa 2,5 ga 4 profildan stoyka berib chiqiladi. 2 dona, bu yoniga bitta beriladi. Mana tippa firmani ko'rishlaringiz mumkin. Firmasi ham juda ham baquvvat. Mana umuman tashamaydi, uzoq muddatga xizmat qilib beradi. Kimga qiziq bo'lsa, nomer pastda like, podpiska bosasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.